yaxşı vaqtыңlar xayrlik bolsun. Tövəndə huzurunlarga Ey qaddik oğlum degan kitapdan Yigit boldun mübarek bolsun degan qismini anlatımız. Yigit boldun mübarek bolsun. Əmdi balılıqın ötdi. Boyun işik bilan tanlışıp, avazın tomlaşıp qaldı. Əynək qarab özü tüzəştirishga başladыңmı? Çoğ bolğunan şu. Sen birovga yiqishni qizlardan emas, başqalardan başla. Bilgin ki, aqlli qizlar birər yigitni yaxshi ko'rsa, avval uning el ichidagi ta'sirini hisobga oladi. Yiqimliq bo'lishining yo'li 1. Odamlarni xafa qilmaslik. Atrofingdagilarning kayfiyatiga fe'liga qarab gap qil. O'z kayfiyating nosozroq bo'lsa, imkon qadar odam jihyardan yiroq tur. Herkes yinondagilarga chechilib, ularning kayfiyatini buzma. Bog'vanga diqqat qil. Qo'lida hamma ish qaycha. U keraksiz shoxlarni oymay kesib, daraxtni sop mevzorlikqa aylantirdi. Tilingga, qo'lingga va fe'lingga ana shunday mardlik bilan ishlab berishdan charchama. Shu mashg'ulotni unutgan vaqtingda bilginki, xunuklashishga boshlag'aysan. Udul kelgan vaqa hodislarga nisbatan kallangga birinchi urildigan, ya'ni hey bu uyatqu yoki bu yomon ishqu degan fikrni mahkam tut. Chunki uni yurkunga vijdon soldi. Ammo orqasidanroq ulinib keladigan ikkinchisi, ya'ni uyat bo'lsa bular, men xoladimmi qilaverman yoki bu ishni boshqalar qilibdi-ku, men nimishqa mumkin emas degan vasvasa shaytondir. Xato ustiga xato qilib, uni to'g'rilay olmay beli sunib o'tayotganlar iblisga qo'l berganlardir. Shuni esingda tutqinki, sen bugungi 15 yoshingda turib, 25-ingda, 30-ingda, 35-ingda tug'ilgan balangga tamba sifat yig'yapsan. Farzand ota-onaning tomirlari, so'ngaklari, ko'zlari, so'zlarida o'sib chiqadi. Ota-ona bola uchun zimin qitiga yushirgan barliq yaxshi yomonni bolasida chechak oshqizadi. Mevasi ochiq yoki sifatsiz daraxtni kesib tashlashidi. Mevasini cho'riydi. Ammo sifatsiz tug'ilgan odamzodga amal yo'q, yashayverdi. Ularni dunyoga keltirganlarmi 100 yillab yashayverdi. Ulardan atrofga zarar yetaverdi. Zarikash bilan turib qo'yganlari uchun ota-onalari qon zardab yutaverdi. Bu bola keltiradigan baxtsizlikdir. Gapning negizi shuki, vujudingni va ruhingni dastidan boshlab pok tut. Tamakiga ixlos qo'ysang, hujayrangdan tutunga ko'ygan bola o'sidi. Aroq bilan sug'urilgan tomirlaring bergan meva ochiq bo'ladi. Yig'ib aytganda, olmaning tegiga olma, tikanning tuyiga tikan tushidi. O'zim topgan baloga, nega boray davoga deb yig'lab o'tayotganlar yoshlik paytlarida xato ketib, endi shuning dardini tortayotgan sho'rbuqlardir. Sen dil azarlik bilan birovning dilini ko'ydirsang, uning ohi bo'lsa, sening uyingni ko'ydirdi. Nonning o'qinimi ko'zga surtimiz. Uning o'qidan qattiq qo'rqimiz. Chunki insonga xizmat qiladigan har bir narsa azizdir. İnsanning o'zini oymaydiganlar bo'lsa, allaqachon uning qahriga uchrag'ay. Har bir odam bir ne'mat. İnsanning jini uning ko'nglida. Uvaliga qolmaydisang, shu joyni asra. Bu hikoyani Janubiy Avstraliya Uyg'ur til maktabi o'qituvchilari huzuringizga tayyorladi. Davomini keyingi qitimliq anglitishimizdan anglag'aysizlar. Xayr xo'sh, yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar.